Alaykum hurmatli obunachilar. Bir zaman bu kottejni oldinroq sotgandik. Shuni hozir qaytadan sotuvga qo'yamiz. Sababi onaxonimiz bir o'zlari qolib ketganlari uchun Toshkentga ko'chib ketmoqchilar. Bolalarini, nevaralarini oldiga. Bu kottejimiz Shamatondan 2 sotiklik kottej bo'lib, yaqinda remontdan chiqqan. Mana ustki qismi uteplet qilingan. Yaqinda mana shunaqa qilib burchakda joylashgan, yoniga oldiga yerlari bor. Mana bu tomoni keng dala. Mana shu burchakda joylashgan kottejimiz. Buni oldinroq sotuvdik. Mana ustki qismi ko'rgan bo'lsanglar, uteplet qilingan. Boshqatdan ataydoq qilingan. Onaxonimiz bir o'zlari qolib ketibdilar, shu uchun sotaman, ketaman Toshkentga bolalarimni oldiga deyaptilar. Shunga sotilyapti. Mana bu orqa ko'chasi mana. Orqa ko'chasi. Bemalol mashina kiradi, xohlasangiz. Mana bu hovlisi mana. Xohlasangiz mana bu tomondan yondan darvozani ochib, darvoza qo'ysangiz, yana ham zo'r bo'ladi. Bu tomondan bitta katta mehmonxona solsangiz. Xullas, pul bo'lsa qilsa bo'ladi, ko'p ish qilsa bo'ladi. Burchakka joylashgan, udobni. Mana. Hozir uyni ichini ko'rsataman. Mana bu aytganimdek, mana burchakka joylashgani uchun mana bu yerdan darvoza ochilsa, juda ham chotki uy qilsa bo'ladi. Bemalol xohlasangiz ikkinchi qavatini ham tomni ochib turib, ikkinchi qavatga ham uy qilyapsa bo'ladi. Oldiga ham ancha keng joy. Mana shu zinadan kiramiz. Kirishdan mana shunaqa koridor qismi mana. Kirishdan koridor qismi. Birinchi bo'lib mehmonxonasi mana. Mehmonxonasi ham juda ajoyib qilib remont qilib qo'yilgan mana. Ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli qilib did bilan remont qilib qo'yishgan. Mana. Lustralarni ham olib, aboylarni ham chiroyli qilib juda chiroyli remont qilib qo'yishgan mana. Bu tomonda xonasi, yotoqxona desa ham bo'ladi, detskiy xona desa ham bo'ladi. Mana bu xonasi o'zini asl remonti bilan turibdi, sveji turibdi. MDF eshiklar. Bundan chiqib keyingi xonamiz. Bu ham bitta xona. Mana bu ham o'zini asl remonti bilan turibdi, holati yaxshi. Mana bu tomonda vannasi joylashgan. Mana vannasi. Vannasini ham remonti o'zini asl holati bilan turibdi. Mana aristollari, vannasi, rakvina, unitazlari hammasi joy-joyida. Mana bu koridorda ham rakvina joylashgan. To'g'rida esa bizning oshxona qismi. Mana bu oshxonasi. Oshxonasi ham o'zini asl holatdagi remonti bilan turibdi. Katta televizorlar o'rnatib qo'yishgan. Oshxona mana bu tomonga orqasiga kladovkasi bo'ladi-da. O'sha kladovkani buzib oshxonaga qo'shib yuborilgan. Kattattirilgan. Mana bu orqaga chiqadigan hovlisi. Mana orqadagi hovli bu. Hovlini ham ko'rib turibsizlar. Bemalol mana bu tomondan
Mana orqasi ko'cha. Mana bu tomondan darvoza qo'yib, bu tomondan bitta katta mehmonxona solsangiz, вообще chotki bo'ladi. Mana bu tomondan letniy kuxnya qilsangiz, вообще ajoyib hovlicha bo'ladi. Xullas, bu kottejimizda ikki xil varianti bor. Xohlasangiz kredit variantini davom etsangiz bo'ladi. 28 ming berib, qolgan kreditini davom ettirsa bo'lar ekan. Qolgan krediti ham shu $10,000 atrofiga, 100 qancha ekan. Yoki narxga 38 ming so'rab turishibdi. Pastda nomer qoldiramiz. Yana ham batafsil ma'lumot uchun telefon qilsangiz gaplashamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Shunaqa mana shu Shamatondan 2 sutikli kottej qidirib yurgan tanishlaringlar bo'lsa, videoni tashlab qo'ysanglar manfaatli bo'ladi. Keyingi chiqaradigan videolarimizdan xabardor bo'lasiz. Podpiska bo'lib qo'ying, like bosing. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.